Hammaga assalomu alaykum. Bugun 14-fevralga xo'jayinimga 4 xil taomdan iborat bo'lgan ujin tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda valentinkalarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 3 ta tuxum, limonli kislota hamda shakar kerak bo'ladi. Va hammasini yaxshilab ko'pirtirib olamiz va yurakcha shaklga keltirib, qizib turgan duxovkamizga jo'natib yuboramiz. Valentinka bezelarimiz tayyor bo'lguncha bitta idishga bodring, chesnok hamda pripravalarni solib olib, shunaqa aralashtirib salat tayyorlab olamiz. Va asosiy taomimizga o'tamiz. Tovuq filesiga priprava, mayonez hamda soya sosini solib olib aralashtirib olamiz. Pergament qog'ozimizdan lotka yasab olib, qaynatilgan kartoshka, marinovka qilib qo'ygan filemizni, tuxum, pomidor hamda ketidan sirlarimizni solib olamiz. Ovqatimiz duxovkada tayyor bo'lguncha xo'jayinim yoqtiradigan sezar salatini tayyorlaymiz. Va xolodilnikda turgan lavash xamirlarimizni uvol qilmaslik uchun sezarlarimizni shuni ichiga solish uchun shunaqa shaklga keltirib oldim. Va mana lotkalik taomimiz, sezar salatimiz, bodringlik salatimiz hamda valentinka pishiriqlarimiz tayyor bo'ldi. Tortsiz bayramda emas deb tort ham zakaz qilib oldim. Pishirgan taomlarimdan sizga aynan qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.